Bolalarni emaklashga o'rgatish uchun 7 ta maslahat. Birinchisi, bolani qorniga yotqizganimizda ko'krak sohasiga katta bo'lmagan yostiq, valiklarni qo'yish, hattoki o'z oyoqlarimizdan foydalansak ham bo'ladi. Bu holat bolaning qo'l va oyoq mushaklarini yaxshi rivojlanishiga, kuchga to'lishiga olib keladi. Ikkinchisi, bolani qorniga kiyimsiz holatda yotqizish. Bu bolalardagi sezish va harakat markazlarini yaxshi shakllantiradi. Qachon bolalarning qo'l va oyoq hamda tanasi yerni yaxshi his qilsa, harakatlanish shuncha yaxshi bo'ladi. Uchinchisi, bolalarni emaklash holati, ya'ni qo'l va oyoqlarni yerga tekkizib, qo'limiz bilan ushlab turib tebratish. Bu bolalarning emaklashga bo'lgan qiziqishini orttiradi. To'rtinchisi, bolani oyoqlarini va chanoq sohasini oyoqlarimizga qo'yib, bolani qo'liga tayanishga qo'yib berish. Bu bolaning qo'l, kurak, ko'krak hamda bel mushaklarini yaxshi rivojlantiradi. Beshinchisi, qo'l bilan bolaning ko'krak hamda qorin sohalaridan ushlab, bolaga og'irlik tushirmagan holatda bolani emaklashga o'rgatish kerak. Oltinchisi, bolalar to'liq emaklashni o'rganmasdan turib ularga o'tirishni o'rgatish kerak emas. Emaklamasdan turib o'tirishni o'rganib olgan bolalar kech emaklaydi. Yettinchisi, bolaning atrofiga turli xil chiroyli va qiziqarli o'yinchoqlarni qo'yib, uni harakat qilishga qiziqtirish kerak. Bu mashg'ulotlarni bolaning 5 oyligidan keyin yengillik bilan qilish kerak. Qilayotgan vaqtda bolaning qo'l va oyoqlariga nagruzka tushirib qo'yish kerak emas. Normada emaklash jarayoni 6 oylikdan 13 oyliklar orasida bo'ladi.